qizim. Dadang kelib qoldimikan? Ha, boya qo'ng'iroq qilganimda yo'ldaman degandilar. Ishqilib esalamon kelvasin-da. Aytganingiz kelsin. Malak, oshga qarab qo'ysang bo'lardi. Ochish vaqti kelmadimikin, bolam? Yo'q, hali 10 minut bor, ojon. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Beroq. Malak qizim. Ona qizim. Hadibey to'yim bo'lay deyapti. Shu borgan xonadoningda bosh egasi uyda bo'lmasa, pishirgan ovqatingni birinchi bo'lib ularga olib qo'y. Qo'yganini hurmat bilan boshqalarga olib kirgin, bo'ptimi? Xo'p. Peshonamdan o'rgili. Bitta bo'lsa hamchi tilla kelin bergan o'zi. Ey xudoyimdan aylanib ketay. Rahmat oyijon, rahmat. Asal qizim. Sen hamchi kelin bo'lsang, mana shu oyinga o'xshagan bo'lgin. Ana o'shanda oilang tinch bo'ladi. Va onangdan ko'p narsalarni o'rgansang bo'ladi.